Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun sizlar bilan nержавейка rezbani stavka qilamiz. Zaujinalarni ichiga tiqib yuboramiz. Zaujinani ichiga 25 talik, 20 talik tiqib yuborganmiz. Yaxshi sirkulyatsiya bo'lishi uchun. Akalar mana ichiga tiqamiz, svalka qilib yuboramiz. Ko'p gapirib sizlarni qimmat bag'ishlaymiz, o'g'irlamaymiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mehnatimiz yoqsa, bitta like bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Akalar mana zaujinalarni ham qo'yib oldik. Endi var qilib qo'yamiz ichidan cho'tka qilib. Akalar mana var qilib bo'ldik. Zaujinani endi nержавейка rezbamiz var qilamiz. Nержавейка rezbani spesial elektrodi bor o'ziniki. O'shandan bemalol foydalana olasiz. 32 diametr palatni shitiga tayyorlayapmiz mana. Cho'tka bittada ketdi. Mana aka-ukalar, svalkalarimizni ham qilib, rezbalarimizni joyiga svalka qilib oldik. Endi xudo xolasa ustanovka jarayonlarini ham, dov posisini qo'yamiz. Videomizga bitta like bosib, sahifamizga obuna bo'linglar.